Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi dasturimizda Ibodat futbol kanalimizda Abduqodir Husanovni o'yini haqida gaplashamiz. Abduqodir Husanov juda ham yosh o'yinchi bo'lganman. O'zini himoyalanishi va o'zini taktik follari bilan hammani lol qoldirmoqda. Buni 17 yanvar kuni soat 17:00 da bo'lib o'tgan o'yinda ham ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, yurtdoshimizning komandasi yutqazdi, ammo Abduqodir Husanov juda muhim o'yin ko'rsatdi. Bir nechta muqarrar gollardan saqlab qoldi. Mana ko'rishimiz mumkin. 13-raqamdagi Dorguga qarshi o'yinda va 19-raqamdagi Briani qarshi hujumlarni to'xtatgan. Bu o'yinchimiz mahoratli tarzda Dorgu va Brianni hujumlarda xato qilishga majburladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda Rodrining xatosidan keyin Abduqodir 4 qadam orqada o'tirib Briandan to'pni olib qo'ydi. Abduqodirning bu o'yinini ko'rgan jamoadoshlarim reaksiyalarini o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Hamma qoyil qolishdi. Videomiz yoqqan bo'lsa, Ibodat futbol kanali rivoji uchun like, kommentariya hamda obuna bo'lishni unutmang.